o'rtasida masala bo'layotib turadi. Endi oilaviy sharoitlar, boshqa narsalarga tegishli uyga birlikda yana ish olib, yana bir kredit olib, bir narsa qilaman demoqchi edim. Bank bilan gaplashgandim bor. Bank bilan gaplashsam, endi rasmiy oilaga ham jaz bo'lmadi, ishni ham bilasiz. Shunga oyligim yetmay turibdi. Shunga endi ba'zi siz ham ishlaysiz, oyligingiz yaxshi. Shunga iloji bo'lsa, kafil bo'lib tursangiz, o'shanda bir oylik yaxshiroq kafil bo'lsa, bank chiqaraveramiz degan masalani qilib. Bo'ldi, agar bu ishni to'la olsangiz, menga muammo bo'lmasa, mayli yordam beraman. Sizga masala bo'lmaydi. O'zim to'la hammasini yopib nima qilaman. Allo. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Siz EA nomiga rasmiylashtirilgan kredit uchun kafil bo'lgansiz. Ushbu qarzdorlik 3 oydan beri so'ndirilmaganligi sababli mazkur qarzdorlikni zudlik bilan bartaraf etishingiz shart. Aks holda qarzdorlik sud tartibida undiriladi. Nimaga? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.